Rayhon sharbati harammi? Savol. Assalomu alaykum ustoz. Rayhon sharbati harammi? Hozir vatanda tibobat to'g'risi bo'lgan rayhon sharbatini yasab sotadiganlar ko'payib ketdi. Bu sharbatni 2 istakandan ortiq ichsa, odamni aroq ichgandagi holatga keladi ekan. Ko'p ichsa mast bo'lib, xudini ham bilmaydi ekan. Hozir vatanda nurg'un musulmon yoshlar bu sharbatni aroq emas, dora deb ichib yuribdi. Az ichsa mast qilmasa, ko'p ichsa mast qiladigan ichimlikni az ichish durust bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Rayhon sharbati qadimki Uyg'ur tibobatida rayhonning barglari yopirmoqlariga ba'zi dorilarni birlashtirish orqali yasaladigan araq yoki sharbat bo'lib, bu mast qilmaydiganlar bo'lsa, harom moddalar birlashtirilib yasalmaslik sharti bilan haloldir. Lekin vatanimizda odatda iste'mol qilinib kelayotgan rayhon sharbati pishqan qizil ho'l uzumni mejib, ayirib ilingan suyiga rayhon, zapa, bug'um inguzi, toshqon zadiki qatorliq issiqlik dorilarini aralashtirib, sapal edish va kozlarga qachilab echitib tayyorlanadigan bo'lg'achqa, uningda ma'lum miqdorda spirit shakllanadi. Bu sababdan u sharbatni ichsa, ko'ngliga xushlik yetkazib, ma'lum darajada sarxushlik paydo qilishi, sal ko'p ichsa mast qilishi aniq. Aslida uzum suyining o'zi qancha ko'p ichsa mast qilmaydigan bo'lg'achqa halol. Lekin ko'pik paydo bo'lish yoki o'zligidan qaynash orqali ichib ketsa, mast qiladigan bo'lg'achqa harom bo'lib ketadi. Aisha radhiyallohu anha rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mast qiladigan har qanday ichimlik haromdir degan. Said adisi Abu Burdadan rivoyat qiladi-ki, Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu mundaq degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni Yamanga avatmoqchi bo'lganda, u Rasulullohdan Yamanda ishlab chiqariladigan ba'zi bir ichimliklar to'g'risida so'ragan edi. Rasululloh: "U qanday ichimlik?" dedi. "Men bid'i bilan mizri" dedim. Said deydi: "Men otam Abu Dardadan bid'i degan nima u desam, u bid'i degan asaldan ishlangan ichimlik, mizri degan arpadan ishlangan ichimlik" dedi. Andin Abu Burda hadisini mundaq deb davomlashtirdi. Rasululloh har qanday mast qilg'uvchi narsa haromdir degan. Abu Juvayriya aytadi: "Men Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan bazaq, pishirilgan uzum harqi to'g'riliq so'ragan edim u. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bazaq paydo bo'lmasdila oldin hukm qilib o'tgan. Demak, har qanday mast qiladigan narsa haromdir" dedi. U yana mundaq degan edi: "Ishiladigan sharob halol pok bo'lganidir. Halol pokdan boshqasi harom maynatdir." İbn Ömer radhiyallohu anhuma mundaq degan: "Men atam Ömerning Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning munbirida turib mundaq deganligini anglagan. Maqsadga kelsak, ey xaloyiq, aroqni harom qiladigan oyat tushgan chaqda aroq, uzum, xurmo, hasal, bug'doy va arpalardan iborat 5 narsadan ishlanadi. Aroq degan aqlni pardlaydigan narsadir. Mast qilg'uvchi ichimlikning haromligi haqida hadislar intayin ko'p bo'lib, biz yuqorida bir nechasini bayon qildik. Imom Mazari mundaq deydi: "Barliq olimlar uzum suyi ichishdan burun uning halol ekanligida, shundaqla ichib ko'pik paydo bo'lsa, uning ezimi, ko'pimi harom ekanligida birdek ittifoq kelgan." Yana bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mast qiladigan har qanday ichimlik haromdir. Bir faraq ichmaguncha mast qilmaydigan ichimlikdan bir yutum ichishmi harom degan. Odatda bir kishi bu miqdorni bir vaqtda ichib bo'lolmaydi. Bu sababdan ba'zi ulamolar bu hadisdagi bir faraq va bir yutum degan iboralarni o'lcham bekitishni emas, oz ko'pligini bildirdi deb qaragan. Bu mazmunni Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhuma rivoyat qilgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ko'pi mast qiladigan narsaning ezimi harom degan hadisini kuchlantirdi. Shunga u hadisni 9.3 litr sharbatdagi spirit persentini hisoblab chiqib, ashu miqdordagi spiritni biroqla iste'mol qilsa, mast qiladigan bo'lsa, u ichimlikni ichish harom bo'ladi deb tushunish to'g'ri chiqmaydi. Chunki ayni chaqda buni tekshirib aniqlash tas edi. Shunga u hadisni ilgariga qarash bo'yicha tushunish muvofiq. Bo'lmasa, bir yutumdan ezi halol bo'lib qoladi. Odatda uzum suyini saqlaganda, shundaqla quruq uzum, xurmo qatorliq tatliq mevalarni chuli qilganda issiq kunlarda 2-3 kundan keyin echishga qarab mangadi.
4-cü günüge barganda şirin təmdən ağzını qoruydigan çüçməl təmga özgürüp ketidi. Soğuq günlərdə undan uzunroq muddatda echishi mumkin. Başqa dori bilan aralashtirsa texmi tez echiydi. 2 haftada to'liq echib bo'ladi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ichishi uchun oqshomda to'lomga meva chilab qo'yiladi. Tong atqanda Rasululloh uning suyini shu kuni atisi va o'gini asrgacha saqlab ichadi. Ondan keyin qilib qolganini ozgina o'zgargan bo'lsa xizmatchisiga beradi yoki uni mast qiladigan darajada o'zgargan bo'lsa to'ktirib o'tadi. Rayhon sharbati yasaganda pishqan qizil uzumdan ayirib ilingan uzum suyi boshqa dorilar bilan aralashtirilib sapal edish, ko'zlarga qashirinib, kun nuriga 40 kun atrofida qaqlab ichitib, pishirib tayyor qilinadi. Uzum tarkibidagi glikoza kuchli oftobda parchalanib, uningda spirit shakllanadi. Spirit ko'za ichida sharbatning qaynashini keltirib chiqarib, uningga tashlangan xam dorilarning va har xil hayvon go'shtlarining pishishiga turtkilik rol o'ynaydi. Natijada bu mast qilg'uvchi ichimlikka aylanadi. Odatda kishilar rayhon sharbatini qonni qizitish, böğrek, yurak, bahni kuchaytirish qatorliq roli bor deb bilgachga, uni ko'proq ichidida har xil darajada mast bo'ladi. Uni dori deb ichishi uning haromligini o'zgartirmaydi. Chunki uning o'rnida turadigan boshqa halol dorilar ko'p. Tariq ibn Suvayd Ju'fi radhiyallohu anhu rivoyat qilib bundoq deydi. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan aroq yasash haqida so'ragan edim. Payg'ambar alayhisalom meni u ishdan to'sdi. Men uni dori qilish uchun yasayman dedim Rasululloh. U dori emas, balki kasalning dal o'zidir dedi. Bu hadis yana bir rivoyatda bundoq kelgan. Men ey Rasululloh, bizning ziminimizda uzum bor. Biz uni siqib ichimiz desam Rasululloh. İchmagin dedi. Men uningda bemorlarni davolasak-chu desam Rasululloh. U kasalning o'zi dori emas dedi. Velhasil yuqori hadislarga asosan rayhon sharbatini biror qo'shiq yoki biror yutumdek nihoyat oz iste'mol qilsa mast qilmaydigan bo'lsa-mu, uning mast qilish xususiyati bo'ladi ekan, uni iste'mol qilish harom bo'ladi. Eskartish. Bu javob rayhon sharbati tarkibidagi spirit persentiga emas, savolda kelgan ko'p ichsa mast qiladi deganga asosan berildi. Agar rayhon sharbatini qancha ko'p ichsa-mu mast qilmaydigan bo'lsa, hukmi halol bo'ladi albatta. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 2-tom, 84-numurliq fatvo.